Mana shunaqa mana kanalizatsiya qilyapmiz. Maydon hozir mana chiqadi maydondan. Bunaqasiga ketib bunday chiqyapti mana. O'g'lim hozir mana teshyapti kalosiga. Yaqin yana dashib ketadi, bunaqasiga suv ketyapti. Mana shuni olib kelyapmiz-da. Bunaqasiga olib mana mayda suv bor, hozir mana o'tkayli tashalgan edi, hozir endi bunaqasiga olib suvni mayda qarab olib ketyapmiz mana. MTS'imiz xudo xolasa mana shularni nima qilyapmiz mana. Bugun 3-kun harakat mana bunaqasiga bunday mayda ketamiz. Bani olib bunaqasiga ketamiz. Kanalizatsiya qurmoq rakminaga. Mana shunaqa ish bo'lyapti mana hozir. Suv tushib qoldi, qilmayman zaman bo'lmayapti. Odamlar chaqirib kelib qilib bering deb turibdi. Endi tan jonim sog' bo'lib yuraversin. O'g'limga ham rahmat, shunchalik yordam beryapti. Sog' bo'linglar, hamma barchalaringizga salom. So'zga santingiz.